Hayotda hech qaysi ish uchun men siqilmadim. Shunchaki ustachilik yo'nalishini tanladim. Meni mardikorchiligim o'zimga yarashadi. Ustachilik o'zimniki, zato o'g'irlamadim. Mehnatlarimni larigacha o'zimniki. Yo, larigacha o'zimniki. Senga o'xshab chala ishlarni qilmadim. Nimani o'rgangan bo'lsam o'z kuchim bilan o'rgandim. Burani uylari yopadi tomlar, qilgan ishlari o'ziga o'xshab. Tergan ishlari 100% egri bo'lsa bo'lmandami ayt. Baribir meni yerga urib manda tosh ter olmaysan. Bitta yomg'ircha so'rab manday dam olmaysan. Yomon alam qilar, kimdirlar g'ish terar, kimdir chala ishlar, kimdirlar qish terar. Ma'nosi yo'q ishlar, ko'p bizga zakaslar. Ishlolmaganlarga bu qo'shig'imiz abdallar. Yomon alam qilar, kimdirlar g'ish terar, kimdir chala ishlar, kimdirlar qish terar. Ma'nosi yo'q ishlar, ko'p bizga zakaslar. Ishlolmaganlarga bu qo'shig'imiz abdallar. 2023-yil Urgutda men ko'tarildim. 2024-yil Vodiyda men ishlardim. Bizlarni Farg'ona, Andijon ezib ishlatardi. Qo'qon va Namangan ulardan qolishmasdi. 2025-yil Sirdaryo va Buxoro, o'sha yilni o'zida Qarshi va Surxondaryo keldi. 2026 Jizzax va Samarqand, yozda Xorazm, kuzda Nukus. Usta bu ishlaysizlarmi bugun? Kelib olamizku, Prorabjon. Borib turing, ishlaymiz, havoni qarang, ha. Yomon alam qilar, alamidan tuya. Dam olamiz, yuringlar.